o'tirishmi bularni maqsadda. Agar meni bolamga bir narsa bo'lsa, men bu raddomni o't qo'yaman, men raddomda bitta odam qoldirmayman, vrachlarni ham, sestrasini ham. Hozir hamma qarayapti deyapti. Qani qaragan bilan shuniki ham odam vahshiy bo'ladimi? Ha, vahshiy bo'ladimi? Bolam manasi yaxshi chiqqan ekan javob bermasa, bolam hech narsani o'l bo'luvdi bolasi. hech narsani bilmayotgan bo'lsa, bolam shu darajada mana shu nima qilgan, og'ir tijoriy bo'lib yotgan bo'lsa, nechun bitta inson kelib, bolam mana og'ir og'riyapti, kelmayaqqa kel deb bo'lsa, mana bektiribdi, mana shu o'tiribmiz, ministrlar mayatda turibdi. Bir inson nima bo'lyapsan demayapti-yu, insonlar musulmonmiz haqqi. Telefonu yıksız, bittasi telefoniga javob Telefonini bermayapti. qilsa hech qaysi telefonga olmayapti. Meni bolam zo'rg'a 18 yilda jijiladi. 2 soatdan beri endi bir Olib turib, sasenasini bilib turib, qizingiz yaxshi, yo'msa video viz qo'yib suratga olib tashlab qo'ysa bo'ladimi? Yo tirigini bilmaymiz, yo qanaqaligini bilmaymiz hozir. Ha, bo'pti dedik, hech narsa ishingiz demadik. Bolasi chachiradi. Noto'g'ri ukol qilib qo'yibdi, bolasi chachiradi, o'g'lida. Agar boshqa odam bo'lganda, men titardi, misol. Hech kim ishlasam, bu Allohdan ekan bo'pti dedik, o'zi berdi, o'zi olibdi dedik. Endi bo'pti. Unaqa degan chog'imiz ham bolasi chachirab desa, endi opam mana anaqa qilib qo'yapti-da. Hatta bitta vrach kerak, ashida bordir, bitta meditsina bir narsasi bordir-u. Ashida qaraydiganlar, to'g'rimi? Qarash kerakmi ular?